akalar, ukalar, tadbirkorlik qilmoqchi bo'lganlar, zodi urgutimiz olingan tadbirkor xalq. Men o'zim mikrokredit bankda ishlayman, mahalla bankida ishlayman. Sizlarga tavsiya qiladigan kreditlarimiz bor, takliflarimiz bor. Tadbirkorlik qilish istaklaringiz bo'lsa, bizlar bu tadbirkorlik rejalaringizni birinchi navbatda qo'llab-quvvatlab, sizlarga moliyalashtirish uchun kredit mablag'i beramiz. Kreditlarimiz birinchi navbatda har bir tadbirkor dasturi doirasida hokim yordamchisi tavsiyasi bilan beriladigan 17,5% har bir tadbirkor davlat dasturi asosida kreditlar ajratib beriladi. Bundan tashqari, bu hokim yordamchisi tomonidan ajratib beriladigan kredit bu maqsadli kredit bo'ladi. Maqsadli qanday? Biron bir mahsulot olmoqchi bo'lsangiz, siz tadbirkorligingizni boshlamoqchisiz, shu uchun biron bir mahsulotga pul ko'chirib beriladi. Pul ko'chirish yo'li sizga naqd pul kerak bo'ladigan bo'lsa 10 million so'mgacha naqd pul ham beriladi. Bu har oyda dastlabki joriy, yillik monitoringlar biz borib ko'ramiz. Bundan tashqari yana foizi 23% dan biznesga birinchi qadam, mahalla krediti, mahalla loyihasi, tadbirkor ayol kreditlarimiz bor. Bunga kafillik talab etiladi. Birinchi aytganimda mahalladagi hokim yordamchisining tavsiyasi bilan beriladi. Kafil kerak emas. Maqsad nima? Siz ishsizsiz, o'zingiz bank qilib, ishga kirib